Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 13-may. Haftaning chorshanba kunidagi, xudo xolsa zavodimizning kech paytdagi holatlari, bu xomushlar chiqarilgandagi holati. Xumdonlarimiz ishlab turibdi. Ikkalasi ham hozir ikkita zavodimiz bor. Bular 2 oy, 3 oy bo'ldi urilganiga. Xudo xolasa manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. G'ishtlarimizda sanoqlariga uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor, sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan Bog'dod pishgan g'ishtlari. Razmerlari standart holatda. Hozir xumdonning ichidan pryamo ko'rsataman. Pishgandan keyin yopiqligida pishishga tayyor holati. Hozir pishgan tayyorini bu yerda pishgan tayyor holatdagisi ertagalikka olgan. Pryamo xumdonning ichida. Ohoy, issiqqinasida. Issiqqinasida axtarganlar qaynoqda. Ranglari atlas holatda. Ishlarimizning razmerlari 6,5, 12,25. Baquvvatliklari o'ta mustahkam. Ovozi yerga tushganda ham charanglaveradi. Sariq turpoqdan sho'rlamaslik darajasi yuqori, xudo xolasa. Zavodimiz o'zidagi narx. Zavodimiz o'zidagi narx, xudo xolasa 750 so'mdan pishgan ishlarni qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Xomushlarimizni 400 so'mdan qo'yganmiz. Xumdonning ichi qay holatda bo'ladi deganlarga. Tepaga tepaga irg'itib olsalar ham bemalol sinmaydigandan bo'ladi. Zavod egalarni axtarib yurganlar uchun bu videoni tarqatib qo'yasizlar.